Kunlab vaqt sarflab hujjat yig'asiz, yutishingizga 100% ishonasiz va kutilmaganda tender amalga oshmadi degan xabar keladi. Xo'sh, qaysi paytlarda tenderlar amalga oshadi yoki oshmaydi? Bugun shu haqida siz bilan gaplashamiz. Keling, avval tender qachon amalga oshishini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, raqobat bo'lganda. Odatda tenderda kamida 2 ta, ba'zan undan ko'p talabga javob beradigan ishtirokchi qatnashishi kerak bo'ladi. Ikkinchidan esa hujjatlar joyida bo'lganda, ishtirokchilarning texnik va moliyaviy takliflari buyurtmachining barcha talablariga 100% mos kelsa. Uchinchidan, byudjetga to'g'ri kelsa. Taklif qilingan narxlar tashkilot ajratgan mablag'dan oshib ketmasa, shunda tender amalga oshgan hisoblanadi. Xo'sh, qachon tender amalga oshmaydi, ya'ni bekor qilinadi? Keling, bu haqida siz bilan endi gaplashamiz. Birinchidan, ishtirokchi yetarli bo'lmasa, faqat bitta kishi qatnashsa yoki umuman hech kim qiziqish bildirmasa, bu tender qaytadan bo'ladi. Ikkinchidan esa hujjatlarda xato bo'lsa, qatnashchilarning hujjatlarini noto'g'ri to'ldirgan yoki talabga javob bermasligi aniqlanib, hamma chetlatilsa. Uchinchidan esa narxlar qimmatlik qilsa, eng arzon taklif ham buyurtmachi kutgan narxdan ancha baland bo'lsa, tender bekor qilinib qaytadan e'lon qilinishi mumkin. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tender bu aniq qoidalar o'yini. Qoidalarni bilsangiz, yutish ehtimolingiz keskin oshadi. Ushbu qoidalarni mukammal o'rganish va xatosiz ishtirok etish uchun esa sizni Interbit Academy'da kutib qolamiz.